yana ularga mo'jizalardan zamirida aniq sinov borlarini ato etdik. Inna haula'i la yaqulun, albatta ana ular aytadilar: in hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin. O'lim faqat birinchi o'limimizdir va bizlar qayta tiriluvchi emasmiz. Fa'tu bi abaina in kuntum sodiqin. Bas agar oxirat bor degan so'zlaringizda rostgo'y bo'lsangiz, ota-bobolarimizni qayta tiriltirib keltiringizchi derlar. Ahum khayrun am qawmu tubba'in walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Ular kuch-quvvatda yaxshiroqmi yoki Tubba qavmi va ulardan avvalgi kishilarmi? Biz ularni halok qildik, chunki ular jinoyatchi edilar. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Biz osmonlar va yerni hamda ularning orasidagi narsalarni o'ynab behuda yaratganimiz yo'q. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Biz ularni faqat haqiqat, jiddiyat bilan yaratganmiz. Lekin ularning aksariyati buning hikmatini bilmaydilar. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Ajrim kuni, qiyomat kuni barchalarining hisob kitob vaqtidir. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun. U kunda do'st do'stga biror narsada asqotmas va ularga yordam ham berilmas. Illa man rahimalloh innahu huval azizur rahim. Illo Alloh rahmat qilgan kishilargagina yordam berilir. Albatta uning o'zi aziz, qudratli va rahim, rahimlidir. Inna shajarataz zaqqum. Albatta do'zaxdagi zaqqum daraxti ta'amul athim. Gunohkorning taomidir. Kalmuhli yaghli fil butun. U qorinlarda yog'dek qaynar. Kaghalyil hamim. Qaynoq suvning qaynashidek. Xuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Farishtalar uni gunohkorni ushlab do'zaxning o'rtasiga sudrab olib boringiz. Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adabil hamim. So'ngra boshidan qaynoq suv azobidan quyingiz derlar. Zuq innaka antal azizul karim. Unga masxara sifatida mana bu azobni totib ko'rgin. Dar haqiqat sen aziz va mukarramdirsan. Inna hada ma kuntum bihi tamtarun. Darvoqe bu azob sizlar shubha qilib yurgan narsangizdir deyilur. Inna
المتقين في مقام أمين. Albatta taqvoli zotlar u kunda osoyishta joyda في جنات وعيون bog'lar va chashmalar ustida bo'lurlar. يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. Ular bir-birlariga yuzma-yuz bo'lgan holda qalin va yupqa shoyidan liboslar kiyurlar. كذلك وزوجناهم بحور عين. Mana shunday yana biz ularga oppoq yuzli, katta va chiroyli ko'zli hur qizlarni juft qilib beramiz. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Ular u joyda xotirjam bo'lgan hollarida har turli mevani chorlagan. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. Ular jannatda birinchi dunyodagi o'limdan boshqa o'limni totmaslar. Alloh ularni do'zax azobidan saqlagandir. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. Bu Parvardigoringiz tomonidan bo'lmish fazldir. Mana shu ulkan yutuqdir. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. Bas ey Muhammad, darhaqiqat eslatma olishlari uchun biz bu Qur'onni sizning tilingiz bilan oson, yengil qilib qo'ydik. فارتقب إنهم مرتقبون. Bas endi siz kofirlar holi ne kechishiga ko'z tuting. Ular ham albatta sizning halokatingizga ko'z tutuvchidirlar.